Hi everyone, welcome to High Language Training Center, new concept English video classroom. And today we will learn lesson 41, Penny's Bag. Sağdaşlar yaxshimizlar. Endi bugungi darsimizda 41-ci dərs, şu Penny'nin sumkası degan dars o'rganmoqchi. Amsa sizlar shu bo'z kitoblarniki 41-ci dərsini aytib, şu maskadanda kitoblarni bir ko'rib maqsanlar. Xo'sh, hamsa başlayalım şu yeni sözlerini bir günüp çıkarıq. Okay, birinci söz. Nima sözgen bu? O'qib baqayli. Nima o'qiymiz? Cheese. All right. Baba i degan so'zuq tovush bor ekan, shunami? Shun bu nima? Cheese. All right. Cheese. Xo'sh, ana cheese deganimiz nima? Desanlar, pishloq. Pishloq degan nima deymiz? Desanlar, cheese. Okay. Cheese. Pishloq. Ana pishloq degan qanday narsa? Ko'ra olmi? Mushlarni deymiz pishloq, cheese. Okay, bu narsadan degan. Masalan, o'qa Shirpadishoning kinosini ko'rgan bo'lsanglar balkim bilishingiz mumkin. Yana chashqalin amroq narsa shunami? Shuni deymiz pishloq, cheese. Okay, cheese. For example, a piece of cheese. Bir parcha pishloq. Misharga piece of deganimiz bir parcha degan gap. A piece of cheese. Okay, and that there are many kinds of cheese. Okay, there are deganimiz bar degan gap. And many kinds of nurg'un xildagi cheese nimalar bor? Pishloqlar bor. Demak, bu yerda endi nurg'un xildagi nimalar bor? Pishloqlar bor. Pishloq deganda cheese dedik, ha? Cheese dedik. Okay, cheese. Andaqda. Mishariki cheese pishloq dedik. Shuni miqdor so'zini nima desanlar? Mishariki nima desanlar? Piece of. Okay, next one is I like to eat cheese very much. Okay, I like to eat cheese very much. Pishloq yeyishni qanday desanlar? And I like to eat cheese pishloq. Very much nice. Demek ki şarkı cheese deganimiz nima desanlar? Pishloq. Uni deganda chetellaklar masalan rasm tushganda, surat tushganda mana kulimsirang degan nima deydi? Desanlar cheese. Endi ingliz tilida cheese degandan keyin pil bo'lganlik ma'nosi kulimsirang degan gap. Chunki cheese deganda og'zingizga kulimsirganda qechonlar ko'tarilib bir xil biznikini ayt xushal bo'lgan bir kayfiyatimizni, xushal bo'lgan bir chiroy ifodamizni ifodalaydi. Shunga cheese, kishmish deymiz Uyg'urchada. Shunga o'xshash cheese. Okay, cheese. All right. Next one is bread. Bread. Okay, very tempting, right? Adamni bek bir xil yegisini keltirilishi nima? Bulka. Bulka degan deymiz, bread deymiz. Endi breadniki endi ayrim miqdor so'zi nima desanlar? Loaf. Okay. Loaf deganimiz shu bulkaniki miqdor so'zi. Masalan, bir parcha bulka yoki bir burda bulka desak, a loaf of bread. Ama o'tirib kelma of deb talaffuz qilinadi. Of demakchi bir burda bulka yoki bir parcha bulka. A loaf of bread. Loaf of bread. So what is on the bread? Okay, hamma qaranglar bu bulkaning ustidagi nima ekan bolalar? Nima ekan? What is on the bread? Yeah, sometimes it's chocolate, right? Chocolate again, chocolate. Okay. And the other example, the girl is baking bread. Okay, the girl is baking bread. Demakchi, bela qizchaq bulk pishiryapti. Bake deganimiz hamda nima? Sanlar etmek pishirmoq demakchi, mush bulk pishirmoq degan. And then baker bir gap bor. B A K E R, baker, navay degan gap. Hamda chetellakniki bulk pishiruvchi degan gap. Hamda ularniki yemeklik odatda bulk imtayon muhim rol o'ynaydi, shunami? Hamda bizniki non. Okay. Ba'zi chetellaklar Uyghur bread deb qo'yadi, ha? Uyg'urcha bulka, Uyg'urlarning bulkasi degandek-ku. Demak, hamda bu yerda navay degani baker. Baker deymiz. Baker. Okay. And the bread is very nice. Bulkintan yaxshi, balandki, obdanki, shunami? Xo'sh, keyingisi soap. Okay? Soap. O degan tovush, mana soap. Sopun.
Qarab baxın hər xil supum var. Hətta təqmə kuçanın supulları var cümumiyədə. Okay. Görünmə o kuça supulları şunamı. Ama alır ki zamanıvi supullar şunamı. Bunun neyimiz soap. Okay. Soap. Soap dediğimiz sopun. Hani bu sopunun bir taxt sopun deyimiz var. İngilizce şu bir taxta degenini a bar deyimiz. Bar bir taxta. A bar of soap. Bir taxta nime sopun. A bar of soap. Bir taxta sopun. Okay. And make soap. Bozca. Sopu yasamak. Mesela I shower with soap. Men with degen bilen. Yoki shuni ishiltib degan. Demakchi, men shu sopuni ishiltib yoki sopim bilan muncha tushdim. Shower degan yuyindim demak shunaqa. Va sopim bilan yuyindim, sopuni ishiltib yuyindim degandek shunami? All right. So this kind of soap is cheap. And the bu xildiki, and the bu turdiki sopun qanday edi? Arzon dedi. Cheap. Okay, cheap deganimiz nima? Arzon. This kind of soap is cheap. Okay. Bu xildagi sopun qanday? Arzon. All right. Next one is chocolate. Chocolate. Look at this. What is this? Chocolate. Mushulning bo'ldirsanlar. Chocolate. Shokolad. Tushunami? Chocolate. Chokolad deb qo'ysa olmaydi. Chocolate. Buni o'xshashdan nima derasanlar? Shu so'punga o'xshash bu bir taxta shundami? Shuni buni miqdori sizda bar of. Nima? Bar of chocolate. Okay, bar of chocolate. Demak bir taxta shokolad. Okay, don't eat chocolate every day. Har kuni qanday qilmang? Shokolad yemang. Yemasınız qanday qildi sizni samirtib yutadi. So don't eat chocolate every day. Don't eat chocolate every day. So you know how much I love chocolate. Sen mening qanchalik shokolad qamraqligimni bilasan bu? You know how much? Qanchalik jiq degan tushunami? How much I love chocolate. And the majum sal king get this like yezib qo'yinglar. Faqat nima desanlar, unutib qolsanglar hech qisi yo'q. Keyin o'rganamiz. Demak chocolate chocolate. Bir taxta chocolate, a bar of chocolate. Good. Next one is sugar. Sugar. Good. Sugar. Shakar. Shnama. Ma'lum a pound of sugar. Xo'sh. And me yerga pound of. A pound deganimiz inglizcha qadoq degan gap. Bir qadoq. Endi bir qadoq qanchalik pound sani taxminan 454 gram o'tan. Bu taxminan bir jang atrofidachu. Demak, 2 qadoq taxminan oldi 1 kilo o'tan. Shunga hamda a pound, mesela pound of sugar deymiz, bizdan keyin bir jang hamda shakar degan gap. Okay, and 2 pounds of bo'lsa 2 qadoq. Endi bularning 2 qadoq degani hisobda hamda shu 1 kilogram o'tan. Okay, what about this? This is a cube sugar. A cube degan kub degan gap bor, endi kub shaklli shakarni deymiz. Chaqmoq qanat deymiz ku buni. Yoki sugar cube desam ham bo'ladi, yoki cube sugar. Okay, cube sugar. Okay. So do you need any sugar? Siz azroq shakar lazımmi? Especially when you are drinking coffee. Demak, shu qahva ichayotganda deymiz-ku. Sizga qahva lazımmi yo qahva ichamsiz? Degandek. So do you like sugar in your milk? Siz sutingizga nima solamsiz? Shakar solamsiz? Demak, milk in somebody. No. Do you want sugar in your milk? Demak, sutingizga shakar qatamsiz degan gap. And do you like sugar in your coffee bo'lsa? Qahvaringizga nima qatamsiz? Shakar qatamsiz desa. Okay, and as we all know, sugar is not good for teeth. Teeth deganimiz tish shunami? Albatta, shakar qanday bizning tishimizga qanday sog'liq yaxshi emas. Not good for teeth.